Avvalambor assalomu alaykum azizlarimiz. Bizning tabriklarim loyihasi orqali kutilmagan qo'ng'iroqlarimiz bilan yaqinlaringizni baxtiyor etishingiz mumkin. Bugun ham shunday kutilmagan qo'ng'iroqlar egasiga baxtli qo'ng'iroq qilishni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Alaykum, Nomonjon dadamiz bilan Bitta shundoq. O'zingizlar yaxshi, rahmat. Ayni damda sizni tabriklarim loyihasidan bezovta qilyapman. Men loyiha boshlovchisi Madinaxon bo'laman. Sizni bezovta qilib qo'ymadikmi? yo'q, yaxshimiz. Vaqtida qildingiz. Bugun yaratgan Robbimizga banda, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga ummat bo'lgan kuningiz ekan. Allohga shukr, rahmat. Salomat bo'ling. Aynan shu munosabat bilan siz uchun yaqinlaringizdan chiroyli tabriknomalar, dilizxorlar yetib kelgan. Taxmin qilib ko'rasizmi, ayni damda kimlar sizga dilizxorlar yo'llaganlarini? Yana farzandlarimizda, xudo xohlasa, qizlarimiz ham bor, yigitlarimiz ham bor. Hammasi bir-biridan mehribon. Men hammasini umid qilaman. Bittasini ajrata olmayman. Albatta. O'g'illarim bor, shirinlashagan. Albatta, juda ham to'g'ri. Sizni tabriklab, ahli ayolingiz Hafizaxon onajonimiz nomlaridan, farzandlaringiz Ulug'bek aka, Shohitaxon opalar, kelinlaringiz Surayyoxon opa, Maftunaxonlar nomidan, nabiralaringiz va barcha yaqinlaringiz nomidan o'g'lingiz Boburjon akamiz siz uchun chiroyli dilizxorlari, tabriknomalar yozib qoldirganlar va ushbu dilizxorlarni sizga chiroyli qilib yetkazib qo'yishimizni iltimos qilganlar. Agar ruxsat bersangiz, o'qib eshitiraman. Tayyormisiz? Tayyormiz. Rahmat. Xo'p, bo'ladi, boshladim. Assalomu alaykum dadajonim, davlatim, suyangan tog'im, duogo'yim. Sizni tavallud ayyomingiz, shukrona kuningiz muborak 58 yoshingiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Boshingiz omon bo'lsin. Bunday yoshlarni ko'pini ko'rib yuring. Hech ham katta bo'lmang. Doimo baxtimizga salomat bo'ling. Allohim umringizni ziyoda, rizqingizni ulug', martabangizni esa bundan-da baland qilsin. Siz dunyodagi eng mehribon, juda ham oqko'ngil va eng samimiy insonsiz. Sizni borligingiz bizning baxtimiz. Dadajon, siz bizning dadamiz ekanligingizdan faxrlanamiz. Doimo sog' salomat bo'ling. Yuz yoshlaringizni ham mana shunday chiroyli fayzli dasturxon qarshisida qatorimizdan kamaymay nishonlashliklarini Alloh nasib aylasin. Umr yo'llaringiz gullarga, hamyoningiz pullarga bo'lsin. Hamrohingiz sog'lik, salomatlik, cheksiz baxt va omad bo'lsin. Allohim tez kunlarda baytlariga chaqirsin, takror va takror hojatlar bo'lib yurishliklarini Alloh nasib aylasin. Onajonimiz bilan baxtimizga dunyolar turguncha turing. Sizlarning farzandingiz ekanligimizdan faxrlanamiz. Siz borsizki, tashvishim yo'q, g'amim yo'q. Siz borsizki, hech kimsadan kamim yo'q. Davringizda davron surib yuribman. Baxtimizga omon bo'ling dadajonim. Farzandlarning kamolini ko'ringlar. Onam bilan davron suringlar. 100 yoshda ham yetaklashib yuringlar. Baxtimizga omon bo'ling dadajonim. Quyoshdayin osmonimda kulib turing. Doim baxtga, quvonchlarga to'lib yuring. Inshaalloh hoji ota bo'lib yuring. Baxtimizga omon bo'ling dadajonim. Yana bir bor tavallud topgan kuningiz muborak bo'lsin. Aziz boshingiz omon bo'lsin. Bunday yoshlarni ko'pini ko'rib yuring. Doimo bizni duo qilib yuring. 100 yoshingizda ham mana shunday navqiron bo'lib yuring deya o'g'lingiz Boburjon akamiz siz uchun dilizxorlarni yakunlaganlar. Sizning ham farzandlaringizga, yaqinlaringizga aytmoqchi bo'lgan gaplaringiz, dilizxorlaringiz bo'lsa, marhamat yo'llab olish imkoniyatingiz bor. Xudoga shukr, rahmat. Tanjonlar sog' bo'lsin, farzandlarimiz ham qo'shganlar bilan qo'sha qazishsin, o'zlaridan ko'payishsin. Mana bu yigitlarimiz hammasi, ikkita o'g'lim bor, ikkovi ham safarda. Safarlar bexatar bo'lsin, sog' salomat. To'rmuchali sog', yosh salomat bilan kelib, kuzlarda qo'ylarni so'yib, eksonlar qilishga Alloh qodir qilsin. Qo'shganlarni qo'sha qolib, shu nevaralarimiz ham o'quvchi, ziyoli, qoriyalardan bo'lsin iloya. Shularni tilaymiz. Umrlari uzoq bo'lsin. Sizlarga ham tan sog' bo'lsin. Rahmat. Inshaalloh aytganingiz bo'lsin. Sizga ham rahmat, qimmatli vaqtingizni ayamay biz bilan o'tkazgan samimiy suhbatlaringiz uchun alohida rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin, yana bir bor tavallud topgan kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat, sizlarga ham tanjonlaringiz sog' bo'lsin, ishlaringiz rivojini bersin. Rahmat, tanjon. Aytganingiz kelsin, sog' salomat bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin.